ayollar eng katta fitna, ayollardan ham katta fitna yo'q degan narsaga Qur'ondan version keltiraman deb keltirayotgan versiyoni iPhone'ini maqtanib o'tiribdi. Ishetda endi yangidan izlashni boshlayapti. Go'yoki tinglovchilarning hech birida telefon yo'q, telefondan izlashni iloji yo'q. Shuning uchun hamma o'tirish kerak buni kutib. Qani sen Qur'onni bilar eding? Qani sen hadisni bilar eding? Qani endi sen hofizul Qur'on eding? Qani shu joyini ko'rishimiz kerak. Ha, mana. Mendan keyin eng katta fitna ayollar. Undan katta fitna qoldirmadim. Mana shu hadisni tanqid qildi, to'g'rimi? Nima dedi? Nima dedi? Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytibdilar, Buxoriyda rivoyat, o'zimdan keyin sizlar uchun ayollardan ko'ra kattaroq fitna qoldirmadim deyaptilar. To'g'rimi? Ya'ni eng katta fitna ayollar. Shu hadis noto'g'ri ekan. Hozir buni ayni versiyonini Qur'ondan keltirib beraman men. Demak, Qur'on ham xato. Ayni versiyonini Qur'ondan keltirib beraman. Ayni versiyonni Qur'ondan keltirish uchun eng katta fitna ayollar degan narsani topib berish kerak, shu versiyonni. Qani ko'ramiz. Payg'ambar alayhissalatu vassalomni zimdan karikatura qilyapti bu. Kalaka qilyapti. Nima deyapti? O'zi qoldirgan emish. Payg'ambar alayhi. Ko'ryapsizmi? Hali oyatni keltirgani yo'q, ammo sizni tayyorlamoqchi. Zimdan karikatura yo'q. Payg'ambarimiz ayollarni eng katta fitna deganmi, yo'qmi? Onangiz bor uyda, opa-singlingiz bor, ayolingiz bor, qizingiz bor yoki qiz nevarangiz bor, ammangiz, xolangiz bor. Ana shularni eng katta fitna. Siz bir yig'ib o'tirib ko'ring ular bilan, bir oilada suhbatlashib ko'ring. Va aytinglarki, ey ayollar, sizlar bizni opamiz, singlimizsiz, lekin sizlar eng katta fitnasizlar. Aytmaydimi? Nimamiz fitna? Qani endi isbotlab beringlar. Chunki mana bu hadis deya. Ular keyin ha, xo'p, biz fitnamiz, Alloh bizni ayol qilib yaratgani uchun nima aybimiz bor demaydimi? Qarang. Versiyonni hali keltirgan yo'q. Wa'lamu innama amwalukum mollaringiz va avladukum va avlodlaringiz, ya'ni farzandlaringiz. Qani ayollaringiz? Mol va farzandlar. Xotinni haydab o'rasiz, bola o'zingizda qoladi. Xotinni haydab o'rasiz, butun mol-mulk o'zingizda qoladi. Bu mol va farzandlaringiz fitna degani, eng katta fitna bu ayollar degan. Qanaqa xulosa chiqishi mumkin? Mol bor, farzand bor, eng katta fitna ayollar. Bu oyat uni versiyoni emas. Bu hadis oyatning g'irt ziddi. Oyatda mol-mulk aytilmoqda, farzandlar aytilmoqda. Mana shular fitna deyilmoqda. Fitna degani sinov degani. Ammo bu chiqib aytadiki, buni oyatni ortiga yashirinib, ayollar fitna ekanligini isbotlanmaydi-da, yashirinib turib, bu yerda ham fitna deyapti. Ayollar deyotgan yo'q. Seni hadising bulardan ham eng katta fitna ayollar. Ayol zoti zaifda. Ayol zoti chiqib bularni tanobini tortib qo'yolmaydi. Shuning uchun butun yuklanishi shu. Xuddi mana Kamol yo'ldoshi o kilometrcha nariyoqda, shuning uchun bu yoqdan turib la sayrayverish mumkin. Bilinglar, albatta mol dunyolaringlar va avlodlaringlar fitnadir. Qani avlodlaringlar bo'lsa, xotinlar, ayollar bo'lib qoladimi? O'zi ham bilmay qoldi nima deyishni. Qani ayollar? Boshqa bir oyatda. Qani boshqa bir oyat emas, bu oyatda. Qayerda ayollar? Qur'onda juda ko'p narsa fitna deyilgan. Bu oyatda deb keltirganing. Amwalukum va avladukum. Qani ayollar? Qarang. O'zi ham hayron bo'lib qoldi.
qayerdir ayollarni topaman deb. Bu yerda ayollar yo'q-ku deyishingiz mumkin. Bu yerda ayollar yo'q-ku deyishimiz mumkin emas. Bu yerda ayollar yo'q. Amvalukum va avladukum. Qani ayollar? Oyatni tuhmat qilaman deb o'zi ham o'zini varatasiga gol urib qo'yganini bilmay qoldi. Xo'p, boshqa oyat keltir. Ayollar haqidagi ham bor. Xo'p, ayollar haqidagini keltirqani ko'raylik. Telefondan izlab o'tiribdi. Telefondan izlab o'tiribdi. Ulamo-i kirom, o telefondagi ulamo-i kirom. Qaysi sura? Oh. Kelinglar ho'joyim. Ayollar, buni to'g'ri qilinglar. Google'dan izlayapti bu. Ayollar desa, ayollar bu yoqqa o'ting degan video chiqib qoldi. Ay bechora-i kirom. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu. Shu javobmi endi? Tag'obun surasidan bitta ya ayyuhallazina amanu inna Ya ayyuhallazina amanu. Inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ey iymon keltirganlar, albatta ayollaringizdan va farzandlaringizdan keyin sizlarga dushmanlik bor. Dushmanlik bor. Ayollaringiz eng katta fitna degan narsani qanday chiqarasiz bu yerdan? Ey iymon keltirganlar, ayollaringiz emas, juftlaringizdan. Ayol uchun eri juft. Dushmanlik eridan bo'ladi. Qur'onda mana aynan ana shu mavzudagi oyatlarni men keltirdim o'tgan safar. Iymon keltirgan musulmon ayollar mushrik erlaridan voz kechib, hijrat qilib Madinaga keladi. Ana ularda dushman. Er dushman, mushrik er dushman. Ayoli iymonga kelgan musulmon ayol. Qani ayollar eng katta fitna degan oyat. Fahdharuhum, ehtiyot bo'linglar ularda. Qani ayollar degan oyat qani? Yana keltiramiz. Keltir yani. O'tiribdi iPhone'ni ko'rsatib, qaranglar menda iPhone bor-ku, mahallaning bolalari. Ko'rdik iPhone'ing bor ekan, qoyil. Tan berdik, zo'r. Oyat qani endi? Ayollar eng katta fitna degan oyat qani? O'tiribdi mana. Bir qancha oyatlar bor. Bir qancha oyat. Qani bittasini keltir, bir qancha oyat bor bo'lsa ham. Ey iymon keltirganlar. Ha, ey iymon keltirganlar. Ahli ayolinglarda fitna bor. Ey iymon keltirganlar. Ahli ayolinglarda fitna bor. Qani u oyat? Ey kazzob. Topolmasdan uydiryapti shu yerning o'zida. Pirt etib bitta fatvo chiqarib yoradi, pirt etib bitta oyat uydirib yoradi. Bu sen pirtirlatib uydiradigan narsa emas, Allohning oyati. Ey iymon keltirganlar, ahli ayolinglarda fitna bor degan qaysi sura, qaysi oyat? Farzandinglarda fitna bor. Shuni keltirayin. Ahli ayolinglar emas, juftlaring. Azvoj juft. Er uchun ayol juft bo'lsa, ayol uchun er. Ayol uchun erlar qanaqa dushmanligini men aytdim 60-Mumtahina surasida. Mana sharmandalik. Na bir tayyorgarlik bor. Bizga qarshi endi himoyaga chiqqan odamning tayyorgarligi bu. Telefonni olib, chetda poiskga berib o'tirdi. Poiskga berib nechta oyat ekan? Sen shuncha yil o'qib oyatlarni bilishing kerak, bir mavzuga taalluqli bütün oyatlarni. Nechta kelgan ekan? Hozir sanoqdan ham chiqaramiz. Sanoqdan chiqamiz. Chiqqani bitta oyat keltir. Ayollar eng katta fitna degan. Bu nechinchi minut sizlar ko'ringlar shu joyini. 1 soat u 3-minut. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum Tag'obunni yana keltiryapti. Go'yoki bir boshqa bir oyat topdi mana. Bir necha oyatlar. وإن تعلموا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Bu Tag'obun surasi. Hop.
Ayollar eng katta fitna degan oyatni kutyapmiz. Bu Kazzobiy hazratlaridan. Bola qolang endi. Bitta kuchansangiz chiqib ketadi. iPhone nechinchi model bo'lgan? Taqsir. Hop. Qani? Ayollar kalimasi ko'p kelgan ekan. Ko'p kelgan ekan. Kalimasi yuqorida Bashi ko'p kelgan ekan. Bitta o'rinda kelgan ekan. Shu endi buni maktab bolalari ham poyistga bersa chiqadi. Shumi natija, shumi javob. Hop. Topamiz yana. Qani iPhone. iPhone reklamasi uchun agar nima bo'ldi? Yo'q ekanini payqadi. Qarang endi, o'yinni qarang. Hop. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. O'sha bitta oyatni takror aytyapti. Go'yoki bu 4-oyat. Keldi bu. Bitta yana mana. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. Bu nima bu? Qani ayollar eng katta fitna degan. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. Ya bu yerda boshqa ma'no ekan. Lekin bu yerda boshqa ma'no ekan. Ayollar eng katta fitna degan oyat qani? Bitta ham keltira olmading, Kazzobiy. Lekin bitta ham oyat keltira olmadi, lekin qarang. Endi xulosani qarang. hadis sharifda o'zimdan keyin sizlarga eng katta fitna o'laroq ayollarni qoldirdim degan hadisga qilgan tanqidini versiyoni Qur'onda turibdi. Hadisga qilgan tanqidini versiyoni Qur'onda turibdi. Hadisga qilgan tanqid, hadisga qilingan tanqid bor. Uni versiyoni Qur'onda turibdi. Tushundingizmi siz? Hadisga qilingan tanqid bor. Bobomurodni qilgan tanqidi qanaqasiga ayollar eng katta fitna bo'lishi mumkin. Qaysi aql, qaysi mantiq ko'taradi buni? U tanqid bu. To'g'ri tanqid. Xuddi shuni versiyoni Qur'onda bor dedi. Demakki, Bobomurodning gapini versiyoni Qur'onda bor. Bu chiqib turib, ayollar fitna degan versiyonini keltiraman deb kalovlanib o'tirib topolmadilar. Yo'q unaqa hadis, oyat. Unaqa oyat yo'q. Sen keltirgan fitna deyilgan oyatlarning hammasini yig'ishtirib olib kelsang, ayollar eng katta fitna degan oyat ham chiqmaydi, ayollar degan ma'no ham chiqmaydi. Fitna deyilgan oyatda ayollar degan gap yo'q. Bu prosta jalki ahvolda, buni o'zi jalki emas, tushgan ahvoli jalki. Butun bu chiranishlar nima uchun? O'zini bitta sektasi bor, shirk sektasi, arvohlarga, pirlarga sig'inadigan shirk sektasi. Shuni qutqarish uchun yillardir duch kelganga tashlanib kelishadi. Duch kelganga mustaqillikdan buyog'i bularni qilib kelayotgan ishi shu. Qur'onni ortiga yashirinadi. Bular ertaga Qur'onga hujum qilmoqchi, mustaqillikni ortiga yashiradi. Bular mustaqilligimizni ko'ra olmaydigan rahna soluvchilar. Bularni istagan tuhmatni yuklashi mumkin. Bularni ortida falon maxsus xizmatlar, falonga ishlaydi, bularga ishlaydi. Oy, Karimov buva bularni qiring. Inoyatov buva bularni qiring. Mana biz yozib beramiz. Hammasiga mana biz kamarbasta. Mana buni do'ppisi oq, taqiya. Mana buni pochasi kalta. Buni soqoli uzun, mana buni ayoli ro'mollik. Minglab musulmonlarni qamoqda chiritganlar. Ustidan yozib yo'qotib. Maqsad nima? O'zini ana shu Naqshbandiya degan tariqatini qutqarib qolish uchun bo'ldi. Boshqa dardi yo'q. O'zbekiston rivojlanadimi, rivojlanmaydimi? Musulmonlar nohaq qamaladimi? Nohaq tajovuzga, qiynoqlarga tutiladimi? Nohaq o'ldiriladimi? Parvosiga kelmaydi. Bularning bitta o'sha maqsadi tariqat va soqqa. Bular nima bilan nikohlangan? KGB bilan. Bular yozib berib o'tiradi, KGB olib ularni tiqadi. Bular nikoh emas, bularniki nikohsiz aloqa. O'ynashlar shunday qiladi. Bitta o'ynashi aytadiki,
falon menga ko'zini suzdi deydi, falon menga gap otdi deydi, falon meni to'shagiga yulqiladi deydi. U haligi jazman boradi, voy deydi, kurtoyda endi bu. Borib turib urib pichoqlab keladi. KGB bilan Naqshbandiya mana shunaqa o'ynash va jazmanlar. 30 yil mobaynida musulmonlarga qarshi butun tuhmat, butun repressiya, butun millatni boshiga kelgan falokatni ortida Inoyatov boshliq SMB turgan bo'lsa, ularni jufti haromlari Naqshbandiya tariqati va mana shunaqa sofqin mulla parazitlar o'tiradi. Bularni endi qo'rqqani Qur'onga insonlarni qaytayotgani. Chunki juda ko'pi u oqim, bu sekta, bu sektalarni ko'rib baribir ham eng shubhasiz, eng haq bo'lgan, la rayba fihi bo'lgan, eng oliy bir pokiza narsani istaydi. Va ularni eng shubhasiz deya kelayotgani Allohning kalomi shu Qur'on. Kamol yo'lashning ham aloqasi yo'q, Bobomurodning ham aloqasi yo'q. İnsanlar Allohning kitobiga iymon keltirib, la rayba fihi bo'lgan narsani ushlamoqchi. Bular uni ham dushmanga chiqarish maqsadda. Ayollar eng katta fitna ekanligini ayollarga singdirib ko'r. Onangga borib ayt, ey onas, eng katta fitna sensan deb. Butun O'zbekiston ayollariga ayt chiqib. O'zbekiston ayollari hammangiz eng katta fitnasiz mana sallallohu alayhi va sallamni rivoyatida deb. Javob bera bilasanmi? Tuvagingni boshingga tegib haydab chiqarishadi seni. Kechirim so'rading mana. Nega kechirim so'raysan? Haq bo'lsang nega kechirim so'raysan? Haq bo'lsa chiqib isbotlashing kerak edi. Ikki dunyo isbotlay olmaysan. Ikki dunyo. Kishka tanka deydi o'rislar. Qur'onda versiyoni bormish. Atrofingdagi mana shu nechta odam ko'rgan buni? 22 ming, endi 24 ming bo'libdi. Shu 24 minglar. Biron bittasi aytmaydimi? O qani version deganing? Qaysi oyatda? Qaysi oyatda? Hech bir oyatda yo'q. Shumi himoya? Shunday qilib turib hadis degan bu musor yashikni qutqarib qolaman deb o'ylayapsanmi? Hech qanday bir tayyorgarlik yo'q, hech qanday bir mavzu ustida ishlash yo'q. Telefonni olib olib, u yerda poiskka berib o'tiribdilar bechora. Poiskka, xo'p, nechta yuzlab, nechalab oyat bor. Bitta ham oyat keltira olmaydi. Ana shunaqa 30 yil sizlarni boshinglarni aylantirib, laykinglarni to'plab, soqqangizlarni shilib o'tirganlar mana shunaqa go'rso'xtalar. Ularni dardi o'z sektasini qutqarish. Musulmon, muslima degan gaplar shunchaki rasxodniy material bularga. Xo'p, keltira olmadingmi? Ayollardan katta fitna yo'q degan tuhmatingni isbotlay olmadingmi? Bo'ldi. Onang bilan zino qilganingni rasman oxirgi moddasi bo'ldi. Bu yoqda hali yana qancha moddalar bo'ladi, buni endi Alloh biladi. Xo'p, davom etamiz endi. Keyingi mavzu bunga isbot keltirilmagandan keyin qarang. Mana shu joydan davom ettiraman. İnnema amwalukum va auladukum fitne. Boshqa bir versiyoni inna min azwajikum va auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Endi mana shu versiyonni, xuddi shu taktikani, Bobomurod Abdulla qo'llayotgan taktikani ayollar eng katta fitna deganda qovun tushirdingmi? Davom etamiz endi. Qanday endi qutulishni, chiranishini qarang. Aytgan taktikani Qur'onga ham qo'llasa bo'ladimi endi? Sen qo'llayapsan. Buni uslubida qo'llasa bo'ladi. Sen Qur'onga qo'llayapsan. Qur'onda yo'q narsani uydirib olib, Qur'onda versiyoni bor deb turib, boshqa bir oyatlarni olib kelyapsan. Seni auditoriyang shu darajada go'l demakki. Hech bir yozmayapti. Ey, og'zingga qarab gapir. Oyatda yo'q bu narsa deya. Hammasi birni bos desa, birni bosib, ikkini bos desa, ikkini bosib, ani bos desa, ani bosib, mini bos desa, mini bosib o'tirishdi. Qoyilman. Voy, umishki, avlo ayollarimiz bizga eng katta dushman ekan.
bu haligi o'zini haligi kursisiga o'tirib olib suyanib gapiradi-yu, shunaqa qilib. Suyanib olib, qani qaranglar, oyatda ayollarimiz bizga dushman ekan, bolalarimiz bizga dushman ekan desa, dushman bo'lib qoladimi? Ya'ni mana o'tirib qo'yding, qovun, bu tushunarli. Endi chiranishni qarang. hadisga qilinayotgan hujumni bu Qur'onga ikkinchi, uchinchi etapda yo'naltirish maqsadida harakat qilyapti. Hozir aytgan gapini isbotlab bera olmading. Endi kelajakdan fol ochadi ular. Qayerga qarab fol ochadi, uni hech qiziq menga. Bugungacha aytgan gapingga biron bittasiga isbot keltira olmagansan. Kamol Yo'ldosh unga ishlaydi, undan pul oladi deganga biror bir satr isboti yo'q, biror bitta guvohi yo'q. Yillardan beri vaysab keladi. Agar buni tuhmat deydigan bo'lsak, onasi bilan zino deydigan bo'lsak, bu zinodan nechta bola chaqayu nevara-chevara tug'ilib ketdi. Bu nevaralarni ham zino qilib yuribdi hozir. Ya'ni bu tuhmatlar dinastiyasi bir-biri bilan zino qilib yotibdi. Shu darajada urchib ketdiki, bu boshqalarga ham tashlanishida xuddi shu zinoni davom ettirdi. Bu ketishida, ya'ni keyingi ikkinchi, uchinchi etapida Qur'onni ham rad etadi. Sen Qur'onni rad etib tursan, Qur'onda aytilmagan narsani Qur'onda bor versiyoni deb o'zing topolmay o'tiribsan. Yo'q, bu boshqa ma'no ekan, bu emas ekan, bu emas ekan, ammo bular dushman. Bular dushman. Lekin biz uchun bu yaxshi ko'rsatkich. Chunki bular na tayyorlanib chiqib himoya qila oladi, na bir himoya qila oladigan argumenti yo'q. Shunisi ko'rsatadiki, bular turklar bunday qiladi. Bo'ldi, ish bitdi, qo'lni changini yuvish kerak. Bo'ldi, bitdi bular. Bular o'sha Germaniyaga borgandan keyin Yevropada juda ko'p odamlar, shunga o'xshagan odamlarning juda ko'pi o'zini nomusini sotib qo'yadi. Ko'pi qo'l qo'yadi-yu, masalan, siyosiy boshpana so'raydi bular. O'sha Kamol Yo'ldoshi ham, bu ham siyosiy boshpana so'raganda alohida anketasi bor bularning. Eshityapsizmi? Siyosiy boshpana so'raydi bular, ana Kamol Yo'ldosh ham so'ragan. Bularning bir alohida anketasida bitta qismi bor. O'sha bo'lakka qo'l qo'yadi bular. Qo'l qo'yadilar. Qo'ymasa bularga siyosiy boshpana bermaydi. U bo'lak nima? Ha, men deydi K.T'man yoki K.T'ni tarafdoriman deydi. Unga qarshi emasman deydi. Qarshi emasman degandan keyin bularga oyingni seni yebsan, kozyol. Sensan LGBT. Sen onang bilan zino qilyapti turib, o'sha yeydiganing yeb bo'lsan. O'sha manavi ham ketib bo'pti. Hech bir joyda unaqa modda yo'q, na Polshada, na boshqada. Sen shu darajada какой-то bir sektani yoki topshirig'ini bajarish uchun kirmagan ko'cha, burningni tiqmagan teshik, qilmagan tuhmating qolmayapti. Achinarli ahvollaring. Achinarli ahvollaring. Onangni yebsan shu gapingga. Prilavkaga olib chiqayotgan onang bormi? Shuni yebsan. Qo'l qo'yganmish. Kallanga o'tirib qo'ydingmi? Buyog'i endi tuhmatga o'tasan. Bu tabiiy narsa bu. qarshi emasman degandan keyin bularga keyin boshpana beradi. Sen shunday qilib boshpana olganmisan? Qayerdan bilasan buni? Qani dalili bu? Xalqaro Jeneva konvensiyasi bor. Qochqinlar bo'yicha 1951-yilda olingan. Butun dunyo davlatlari shu bo'yicha ishlaydi. Qochqinlar bo'yicha. Afg'onistondan qochib kelgan qancha musulmon bor? Mana Polshada, Suriyadan qochib kelgan musulmon bor. Bizni O'rta Osiyodan qochib kelgan, siyosiy istibdoddan qochib kelgan jon saqlaganlar bor. Sen hozir shu gaping bilan butun hamma o'sha musulmonlarning hammasini K.T'man yoki tarafdoriman, qarshi emasman deya imzo otgan deya tuhmat qilyapsan. Buni yukini, buni javobgarligini hech qachon bera olmaysan. Bundan oldingi tuhmatlaringni biron bittasiga javob bera olganing yo'q. Sud, mahkama qarshisiga chiqqanda chichvording. Katta qilib o'tirib qo'yding. Bugungacha atalab shunga tayammum qilib yursan.